Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, xush keldinglar. Assalomu alaykum, kelgan qadiminglarga marhaba. Assalomu alaykum, suyimlik ustozlar, qadrli mehmonlar. Mana shunday go'zal, yiqimliq bahor oylari kelgan go'zal bir paytlarda sizlar bilan bir arga kelganligimizdan to'liq xushhalmiz. Kelgan qadamlaringlardan minnatdormiz. Uyg'ur nidosi taratqusi o'rinlashtirgan bu faoliyatimizning Uyg'urning ovozi va arzu talpinishlari aks etgan, yuraklarda izi qoladigan bir faoliyat bo'lib qolishini umid qilamiz. Uyg'ur nidosi taratqusi, Uyg'ur tili Uyg'urlarning ona vatani ma'rifdan cheklangan. Xitoy kommunist hokimiyati Uyg'urlarni millat sifatida kollektiv yo'qotish harakatiga o'tgan bir davrda qurildi. Biz adil, samimiy, axborot axloqiga to'yingan bir Uyg'ur nidosi taratqusini qurib chiqishni nishon qildik. Xitoy hukumatı xuddi dunyodagi barliq kommunist hokimiyatlarga o'xshashla Uyg'urlarning tashqi dunyo bilan bo'lgan hamma aloqasini chekladi. Xitoy hukumatı Uyg'ur millatining ziyolilari, korxonchilarini, san'atkorlar, jamiyat arboblari va universitet o'quvchilarini o'z ichiga olgan taxminan 20% nopusni dunyo allaburun endi qurilmaydi deb qaragan natsist jazo kamplariga solab, irqiy qirg'inchilikni oshkor yurgizdi. Uyg'ur nidosi taratqusi Uyg'urlarning mavjudligi og'ir tahdid ostida qolgan. Dunyoning vijdoniy va bexatarligi kommunist davlatning tahdidiga duch kelgan davrda Uyg'urlarning ovozini va orzu-armonlarini dunyoga tarqatish maqsadida qurilgan, foyda olmaydigan organ. Uyg'ur nidosi taratqusi ko'pchilikning qadam tashrif qilganiga yana bir qitim minnatdorlik bildirdi. Rahmat sizlarga. Kelgan qadamlarga rahmat.